Привет, девчонкиlar. Bugun Jardani Gold tonalisi va albatta makiyajim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu tonal asosan yuzingizda poralaringizni yopib va muammolarni yashirib berishga yordam beradi. Surtilishi bir tekis ho'l sponj yordamida bir tekis qilib yoyib olamiz. Ko'ryapsizlar, bu video effektlarsiz va filtrlarsiz olingani uchun bir tekisda yuzda yotib beryapti. Ikki yuzim ikki xil holatda. Undan keyingisi meni sevimli Jardani Gold podvodkam hisoblanadi. Bu podvodka juda ham mayin chiziladi va flomaster ko'rinishida. Keyingisi 5 v nom tushi, sevimli tushim. 5 ta funksiyani o'z ichiga olgani uchun kipriklaringizni qayirib beradi, o'stirib beradi, oziqlantirib beradi va albatta alohida qilib ko'rsatishga yordam beradi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi sizning kipriklaringiz xuddi yasama kiprik ulab olganga o'xshaydi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingisi albatta meni sevimli pomadalarim hisoblanadi. Bu pomadani ham ikki xil qilib surtaman. Yarim labimga surtib olaman, siz effektini ko'rishingiz uchun. Yarmiga esa surtmayman. Bemalol siz ko'rishingiz mumkin. Ya'ni yarim yuzim bo'yalgan holatda va yarmi bo'yalmagan holatda. Bahoni esa siz berasiz. Ko'rib turganingizdek, bunday yaxshimi yoki bundaymi? Bundaymi? Qaysi biri sizga yoqyapti? Menga asosan bo'yalgani ham, bo'yalmagani ham yoqyapti, lekin sizlarga qaysi biri yoqishini like orqali bilib olamiz. Keyingisi sevimli atirim, menday tabi nozik ayollarimiz uchun Eclat Mademoiselle atri hisoblanadi. Hammaga tavsiya qilaman.